Ya avvalambor assalomu alaykum va rahmatulloh va barakatuh. Mana navbatdagi zinamiz Qorasuv 6 da joylashgan 6 ta obyektimizni birinchisi. Xudo xolasa inshaalloh mana quyishga tayyor bo'ldi. Qisqacha ma'lumot berib o'tsak, joyimiz balandligi 3 metr, 20 ta stupenga tushgan, 15 ga 30 dan. Tevada 1 kvadratcha monolitimiz bor. Yo mana o'rtada 1.10 ga 2.20 mana. Zinamizlikni 1.5 dan 2.10, o'rtada mana 10 sm ochiq joy qolgan. Mana. Bu birinchi uchastkamiz. Mana beton zagotovkasi tayyor quyishga. Mana ikkinchi uchastkamiz bo'ladi. Mana aqdagi uchinchisi mana. Qolgan 3 ta uchastkamiz bu yoqqa tushadi. 3 tadan 6 ta kottejimiz xudo xolasa boshlanishi jarayoni. Kimdadir shunga o'xshash savollar bo'lsa, opsiyaniyada telefon nomerimizni qoldiramiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin.